Assalomu alaykum. Qiziltepada bugun jamoasi Malikobod mahallasiga tashrif buyurdik. Homiyimiz Bazar Market tomonidan tayyorlangan sovg'alarimizni Malikobodliklarga tarqatamiz. Bazar Market bu qulaylik va ishonch. Malikobod mahallasining rivojlanishi uchun hissasini qo'shgan kimlarni bilasiz? To'lqin aka, keyin Ulug' aka, keyin Maqsud aka, ana shular. Malikobod mahallasi kelib chiqishi, nomi kelib chiqishi haqida ma'lumot yeganmisiz? Ha, oldin aytasizlar. Birinchi bo'lim Malik degan odam kelibdi, keyin o'shadan bo'lib Malikobod bo'lib ketibdi. Homiyimiz Inbaz Davom ettiring. Homiyimiz Bazar Market tomonidan tayyorlangan sovg'ani qabul qilib olasiz. Rahmat. Rahmat, charchamang. Assalomu alaykum. Qiziltepada bugun jamoasidamiz. Sizga savolimiz bor edi. Malikobod mahallasiga nima uchun Malikobod deb nom berilgan? Malikobod mahallasiga oldindan endi buvamiz aytadilar. Endi mana birinchi bo'lib Malik degan odam ko'chib kelgan deydilar. O'sha kishining nomlari endi mana ana bo'lmasin deb shu Malikobod deb qo'yilgan shu nima deydilar-da mahalla. Shundan buyon Malikobod, keyin Malikcho'l, ana shunday bo'lib ketgan mahallamiz nimasi. Malikoboddagi mashhur insonlardan kimlarni taniysiz? Endi mana yoshlar, katta insonlar endi bizdan 70 dan o'tgan. Mana bular bor, endi ko'psi endi mana birinchi ko'chib kelgan beradiydilar. Oldin Nizom bova bordilar. Izzat bova bordilar, Shodi bova bordilar. Hammalari 70 dan o'tganlar endi. Ana shu insonlarni taniyman. Malikobod mahallasini gullab yashnash uchun hissa qo'shgan odamlarda. Ha, endi hozir ham mana mahallaga bittalari yetakchi, bittalari oqsoqol bo'lib ishlaydilar shu mahallamizga. Rahmat javoblaringiz uchun. Homiyimiz Bazar Market tomonidan sovg'amizni qabul qilasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Bir minutga mumkinmi? Savolimiz bor edi. Qiziltepa bugun jamoasidamiz. Sizga savolimiz bor edi. Malikobod mahallasini nima uchun Malikobod deb nom berilgan? Bilmadim lekin. Malikoboddagi mashhur insonlarni bilasizmi, xay? Mashhur inson. Mahallaning rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shgan insonlardan Arxeos kim bo'lsa? Mahalla oldingi rais bor, Adizov. Keyin hozirgi mahalla rais. Mashhur insonlardan qanaqadir televideniyaga chiqqanlardan yo'q aka? Televideniyaga chiqqanlardan Institut bitirib qanaqadir zo'rishlik ishlaydigan insonlardan. hozir mahallaga maktabga kelganimga 11-yilda, 11 yildan beri nima qilyapman, hozir lekin yildan yilga o'qishga kirish yaxshi bo'lib boryapti. O'zim shogirdlarimman o'qishga kirgan. Mahalla rivojlanishiga tadbirkorlik qanaqadir hissa qo'shganlardan. Tadbirkorlikka hissa qo'shganlardan. Biz endi bu yerdan emasda biz boshqa joydan kelib maktabga dars beramiz. Homiyimiz Bazar Market tomonidan maxsus sovg'ani qabul qilib olasiz. Xo'p, rahmat. Rahmat, charchamang. Assalomu alaykum. Biz Qiziltepada bugun jamoasidan. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizga bitta ikkita savolim bor edi, maylimi? Bemalol. Malikobod mahallasi kelib chiqishi qanday bo'lgan, tarixi qanaqa kelib chiqishini? Men bilishimcha Malikobod mahallasi yaqin 70-80 yillik yoki 60 yillik tarixga ega. Adashmasam bir Malik degan inson o'tganlar shuni nomlariga atab hududidan kelib chiqsak ham hududi bo'yicha ham juda ham katta joy. Mana Navoiy ketish tarafiga ham Malik Rabot degan joy bor. Malik Rabot degani mana shu Malik ishladi degan ma'nolarda, Malik obod, Malik degan inson shu yerlarni obod qildi degan ma'noda qo'yilgan bo'lsa kerak, adashmasam. Endi Malik obod tarixi degan kitobi ham chiqqan edi. Endi hali o'qishga o'zimiz vaqtimiz bo'lmadi, bir o'rganib chiqamiz, xudo xolasa. Qiziltepa tarixi kitoblari bor. Uni ham o'qib o'rgansak, mana shu Malikobodlarni kelib chiqishi, Malikobod mahallasini tashkil topishlari ham shunda keltirilgan bo'lsa kerak, adashmasam. Malikoboddan mashhur insonlarni taniysizmi? Kimlar bor? Endi Malikoboddan juda ham bir mashhurlikka erishib nima bo'lib ketganlarniki bilmaymiz, lekin
mashhurlikka harakat qilayotgan yoshlarımizdan bor. Mana sport bo'yicha shu yerda o'zimizni mahallamizda yashaydigan Asliddin degan yigitimiz bor. Yana san'atkorlar chiqishda harakat qilyapti qo'shiqchilik bo'yicha. Yana qiziquvchan, intiluvchan yoshlarimiz bor. Harakatda yuribdi ular shu mashhurlikka erishish maqsadida. Tadbirkorlarimiz bor. Xususan o'zimiz ham mana shu tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Mana shu Malkabod mahallasida maishiy xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanamiz. Savdo do'konimiz bor. Xalqqa xizmat qilib kelyapmiz. Xomiyimiz Bazar Market tomonidan tayyorlangan sovg'alarni taqdim etamiz. Qabul qilib oling. Rahmat, sizga ham charchamang. Rahmat sizlarga ham. Faoliyatlaringizda, ishlaringizda sizlar ham charchamay, yaxshi bardavom, yaxshi faoliyat olib borishlaringizni tilayman mana. Rahmat, charchamang. Assalomu alaykum. Qiziltepada bugun jamoamizda sizga savolim bor edi. Malkabod mahallasiga nima uchun Malkabod deb nom berilgan? Malkabod mahallasi oldin o'zi cho'l zonasi bo'lgan. Bu yerga odamlar ko'chib kelib, turli nimalardan, mana Toshobod zonalaridan, Qiziltepadan bu yerlarni obod qila boshlaganlar. Hozirgi kunda mana chiroyli shaharchaga aylangan desak ham bo'ladi. Mana Malkabod mahallamiz obod bo'lib, bog'cha, maktab, mahalla, mana qishloq fuqarolik punktlari ham mana shu sharoitlarimiz yaxshi. Shu uchun ham Malkabod mahallasi deb obod bo'lgani uchun nom berganlar. Malkabod mahallasiga rivojlanish uchun o'zini hissasini qo'shgan insonlardan kimlarni taniysiz? Endi Malkabod mahallasiga rivojlanish uchun o'zini hissasini qo'shgan insonlardan mana Murtazoyev Savri bu eski fermerlarimizdan, keyin Kenjayev Nizom bo'la bu mana hozir ham faollardan hisoblanadilar. Yoshi kattalardan keyin mana kimlar bo'lsa? Adizov Ziyodulla aka, keyin Sodiqov Rahmon bu shular qishlog'imizni nimasiga o'z hissalarini qo'shib yuribdilar hozir bunday. Rahmat. Bu ozgina Xomiyimiz Bazar Market tomonidan sovg'amiz qabul qilib olasiz. Rahmat. Mayli, rahmat. Sizlarning ishlaringizga omad tilayman. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling.